Assalomu alaykum. Koinot Kavsari olami obunachilari. Men Asqarova Sapila Abdusalomovna 1957-yilda Namangan viloyat Namangan tuman Toshbuloq shaharchasida tug'ilganman. Hozirda 68 yoshga qarishladim. Shu hozirgi yoshimda Koinot Kavsari olami klinikasiga kelib dam olyapman, davolanayapman. Men nima deydi, xafaqon kasalligi asosan davleniya, sahr, qand kasalligi bilan og'riyman. Po'shkalarimda o'zgarish bor edi. Shularni lecheniya olishga keldim. Menga bu yerda meditsina xodimlarini muomalalari, shirin suxonliklari juda ham yoqdi. Bular til bilan, shirin so'zlari bilan davolashyapti. Hamma sharoitlar binoni ichida, oqtarmaysiz, uzoqqa yurilmaydi. Hamma lecheniyalar o'z vaqtida bo'lyapti. Fizkultura ertalabdan, zavtrak, obed, kechki ovqat, 3 mahal issiq ovqatlari bor ekan. Hammasi juda ma'qul. Bu klinikaga yana kelib davolanishni niyat qilib qo'ydim. Ilojiga, imkoniyatga qarab turib, 1 yilda 1 marta, 2 marta kelib, shu yerda yana nima deydi, lecheniyalar olishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Shu joylarni tashkil qilgan, shuncha sharoitlarni yaratgan shu yer rahbari Maqsadjonga, hamshira qizlarni, hamma bedagi ishchilarga ming rahmat. Hammalari chiroyli muomala qilishar ekan. Sizlar ham kelib shu yerda davolanishinglarni tavsiya qilaman. Hammaniga shunaqa shirin joylarda, shunaqa shirin suhbatlarda ko'rishlikni Alloh nasib ro'za aylasin.